Bizdan viza topshirganmiz, agar nasib qilsa birgalikda Amerikaga ketamiz. Xudo xohlasa agar nasib qilsa biz qanaqa natija kutamiz Andijonda. Endi biz oxirida turamiz. Natijamiz o'zi yilni boshida kamida 3-o'rin yilganida Xudo xohlasa ishni yo'qotmadik. Mana murabbiylar almashishga boshqa. Biz Andijonga ishonamiz. Xudo xohlasa Dakarda oldiga doğru yuramiz. Endi 3-o'rin. Belu Andijonda 3-o'rinni kutamiz. Kubok o'yindachi? Kubokda olamiz. Kubok finalda o'tgan yilgida yana qaytarilib qoldi. Mayli bu yog'ini 10-o'rinni olib kubokda olsak ham bo'laveradi. Jahon chempionatini yalmadingiz. Jahon chempionatiga O'zbekistonimiz Xudo xohlasa keyingi etapga chiqib qolsa, bir katta shov-shuv va bayram bo'ladi. Siz Amerikaga viza to'g'rilaganmizda muxlislardan boradimi, sizlardan fan klubdan, Peterburgdan boradimi? Bizdan viza topshirganmiz, agar nasib qilsa birgalikda Amerikaga Birgalikda samolyot uchamiz. Xudo xohlasa agar nasib qilsa vizamiz chiqsa birgalikda uchamiz. Bo'lmasa O'zbekistonning bitta o'yinini vodiyliklar bilan borib muxlislik qilib. Andijonga omad, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog'